O'g'il farzandlarimizni biz qanaqa tarbiyalaymiz? Bolam, qorning och qolib qoldimi? Men ovqatingni yeb ol. Charchab qoldingmi? Borib damingni ol. Ishing o'xshamayaptimi? Mayli, xavotir bo'lma. Men o'zim bitirib qo'yaman. Otalar ham mayli, zato sen meni zurriyodimsan, o'g'limsan deb hech narsa qilmasa ham bolasi bilan faxrlanadi. Qizlarimiz esa-chi, yaxshi gap eshitishi uchun qanchadan qancha ishlarni bitirish kerak. Ya'ni qizlarimizga biz juda katta mas'uliyat beramiz. Ukangga qarab tur, posudani yuvib qo'y, uylarni art, changini art. Natijada qiyinchiliklarda rivojlanishi, charxlanishi kerak bo'lgan yigitlarimiz xuddi bir parnikda o'sgandek kuchsiz, ojiz, infantil bo'lib qolyapti. Qizlarimiz esa xuddi gul, go'zal, lekin kaktusdek. Hattoki unga g'amxo'rlik ham qilish kerak emas, suv ham quyish kerak emas, o'zi o'sib ketaveradi. O'zim qilaman deydi.